Assalomu alaykum. Bizani uzoq yaqindan kuzatib boradigan aziz yurtdoshlarimiz, vatandoshlarimiz, niyat qilib yurgan mijozlarimiz uchun sizlar uchun qora Gentrani juda ham arzon narxga olib kelib qo'ydik azizlar. Mashinamiz qarang, 2022-yil ishlab chiqarilgan, ideal holatda turibdi. Bunaqa narxga aniq O'zbekiston hududidan topa olmaysizlar. 13 ming dollar azizlar, hech qanaqa 21 emas. Eng full paytida, elegant plus paytida bo'ladi. Mashinamiz polni benzinda harakatlangan azizlar. Yana polni navorotchalar ham qilib qo'yilgan. Optra amerikankalar taqib qo'yilgan. Tepa-pas ledlarigacha bor. Agar siz ushbu avtomashinamizni avtokredit orqali xarid qilaman desangiz, agar atagi 1600 dollarni olib kelib, bemol bir kunda o'z nomlaringizga chiqarib ketishingiz mumkin. Mashinamiz zavoskoy diskachalar, zavoskoy balonchalarda turibdi. Polni polirovka keramikalar qilib qo'yilgan. Tonirovkalar urib qo'yilgan, ruxsatlarigacha bor. Salon holati ideal holatda turibdi. Yurgan masofasi 81 ming bo'lgan azizlar. Sizlar uchun eng zo'rlarini Grand Avtoga olib kelib qo'yganmiz azizlar. Podpiska bo'lmagan bo'lsangiz, albatta podpiska bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Chunki aynan siz qidirgan avtomashinani bizning avtosalondan arzon narxga xarid qilishingiz mumkin azizlar. Avtokredit, nasiya savdo, Vikup xizmatlarimiz ham bor. Bagajimiz akkuratniy holatda turibdi azizlar. Moshchamiz polni shumka qilib qo'yilgan, zapaskalari bor, yangi holatda turibdi. Azizlar, sizlar uchun eng zo'rlarini olib kelishda davom etamiz. Savollaringiz bo'lsa, bemol batafsil pastdagi raqamlarga telefon qilib kelishingiz mumkin. Albatta podpiska bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. O'zingizni asrang. Sog' bo'ling.